Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, Chorvador aka do'sti birodarlar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, akalar xudo xolasa Namangan viloyati Mingbuloq tumani Tirak qishlog'ida To'lqinboy akamiz xonadonlaridamiz. Ikki bosh, ozgina, asosiysi puli yengil. Arzon bo'g'ozlarni xudo xolasa sizlar uchun sotuvda akalar. Bugungi sanamiz 25-mart haftaning chorshanba kuni. Avvalo hammaga kunimiz xayrli bo'lsin. Kelaverasizlar, bo'lmasa bir qator ma'lumotlarni To'lqinboy akamizga beraveramiz. Arzon bermadi. Ataylab chaqirdi, biz ham ataylab keldik. Qani, arzondan qo'yam ekan. Qani, ko'raverasizlar akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ishlar yaxshimi? Baqa o'tib oling, qo'yasizlar. Teskariroq ekan. Mana shu borada iloji boricha 2 dona molimiz bor Avrarbek. Aytibman, bizda bittami, ikkitami kanaldagi biri yo'q deydi-yu. Kanaldagi biri yo'q. Bizda ham yo'q, endi bori. Gap yo'q. Oz bo'lsa ham qo'yaveramiz akalar, sizlar uchun endi manfaatli bo'lib qoladi. Mollar sog'lom, Asosiysi sog'lom. Bo'g'ozligi naq. Necha oylab bo'g'oz bu molimiz? Bunisi 6 oylik Avrarbek. Xo'p, 6 oylab bo'g'oz. Ha, bu Ikkinchisigami? birinchisiga. Birinchisiga hali tug'magan. Mana, yuvoshliklari. Yo'q. Qani, bitta ko'rsatib qo'ytagini. Sog'larni ko'rsatib. Sog'lari yaxshi ekan. To'g'ri, sen tuqqandan keyin chiroyli qilib ali. Nima deydi? Yaltiratib qo'yasizlar. Masa bachkana mol emas, puli yengil. Puli yengil. Metr shaydami? Metr shayda, ha. Yazbegingiz yap ketdingizda. Kichkina shogirdcha shaydalar. Qani, necha oyladingiz buni? 6 oylik. 6 oylik. Bo'g'oz. Dehqonni 6,5 oylikka oldi. Qo'lga kelyaptimi bolasi? Qo'lga tegadi, ha. Bo'ldi, tamom. Bu ham chakana emas ekana? Bu ham yaxshi endi. 120. Makkan baylamadim-da. 125 akalar. 120 ga olishaversin mana. Bu 120 dan 3 martalab ham biladi. 125 chiqyapti-ku. Gap yo'q. 120 ga bo'yiga tortishib nima qilamiz Abrarbek? Bo'ldi, tamam. Puliga tortishmaylik, bo'yiga tortishmaylik. Puliga tortishmasa bo'ladimi aka? Mayli, puliga tortishaveramiz. 17 million kami bor. 17 million kam. 6,5 oylik. Ha. 6 oyga beraman men bo'g'ozligini. Birinchisiga million so'rasammi deysiz? 1 million. O'zi 2 dona molimiz bo'lsa 1 milliondan so'rasam unda to'g'ri kelmay qoladi. Aka odam so'ramasa ham bo'lmaydi-da. Yaxshi, so'ragan odam oladi. Sen ham o'zingga so'ramayapsan. 1 million. Abrarbek 16,5 millionga sotdim obunachilaringga. Hamma mashina qiladi. Etaylar qiladi bilmayman. 500 mingdan o'tib beraveradi. Ana bachkinachilik qilman aka. 600 ming o'tib beraman men. 200 ming qo'shamiz. 16 million 200 mingga. Ketdimi? Bor akami? 16 million 300 mingga bor. 100 ming qayda? 16 million 200 ga ber. 125 mol qayda beryapti? 16 million 300 mingga, jon uka. Lekin bag'aram bor. Endi so'rag'im keladi aka. So'rag'im keladimi? 16 million 200 ga. Bor baraka, xudo barakasini bersin. Ketdi. 16 million 200 mingga olishni sotdim. 16 million 200 mingga xudo xolasa o'tib berasizmi deyapti. Telefon qilaversan yana kami bor. Bo'ldi. Chiroyli qilib xudo xolasa o'tib beriladi ekan. Ama bo'yi bilan yetalasak imkoni yo'q. Mana shuni bitta yeching, bunday yetalab boraylik aka. Nima ekan, uni bo'y zo'r ko'rinyapti, tamom, shuni o'ring. Qani akalar? Bitta ko'rib qo'ying yurish turishini oldi. Ana sizlarga. Gap yo'q. Yurish turishini ko'rsatishimiz biz vazifamiz. Sifati a'lo darajada ekan. 16 million 200 mingga. 16 million 200 mingga bunaqa narx qayda bor, jon uka? Sizda bor ekan, aka. O'z farqim kelmaydi endi. Baribir, hali mazali-da, tortsa baribir, hali odamga yoqadi. Qani ketdik ikkinchisiga. Dehqonga borsang, bularda 25 million kam bor deydi. To'g'risi-da? Mana shunaqa. 25 million kam bor. Necha oylar bu? Naq 5 oylik. 5 oylar bu. Qo'lga kelyaptimi, kelmayaptimi? Qo'lga 5 oylik kelmay qiynaladi. Kegizgan odam kegizadi. Buni siz endi o'ziga qilib olganmisiz? Nima endi isbotda buni, isbot dalili? O'zisi bor. O'zisini videosi bor. Ha, bekerga agar mol bo'g'oz bo'lmasa. Agar qisir bo'lsa bekerga. Bo'g'oz bo'lmasa. Yelinlari, xudo xolasa oq yelin. Oq yelin bunisi, narigisi qora emas. Sifati a'lo darajada. Jiyan, metrda ber. Bo'yini o'lchaylik endi buni. Bo'yini o'lchaymiz. Bu ham 120 dan oshiq mol. Agar oshiq bo'lsa gap yo'q deydi. Ha, nah 120 chiqadi. Qo'yapti qanday. Sizni gavdangizni ko'rib molam qo'rqib ketyapti. Mana shunday turib bersa. Tak, jonivor. Ha, berent ekan. Ha, ko'r aka. 124 ekan. Konkret ko'rsatib, mollar arqani ham bo'sh, hamma yo'q uzr. 124. Aniq ko'rsatgin-da. Ikkalasi parakanda bir-biriga. Haqiqatan. Ketpani u. 120 ga ham olishaversin. Bo'ldi, yeching buni ham. Yelkasini pasaytirib oladi, mol qanday o'lchasa o'lchaveradi asli. Bo'ldi. Narsalarni bo'y yetalab bering. Buni ham endi bitta ko'rib. Pul arzon. Pul arzon. Buni 10 dan arzon berasizmi? Ya bir xilmi narxi?
Ana akalar, yurish-turishlari ko'rib ko'rasizlar. Nima yo'q yaxshi ekan bu mol deyman. Qaranglar. Hali bo'ydor ekan-da bular, nima deydi? Tuqsa ham hali. Birali sevamiz bo'lib ketmasa ekan-da, hali bo'ydor, bo'yiga cho'zilib ketar ekan. Kuragi yo'q-a? Kuragini ko'rmadim. Ko'rsatib qo'yamiz bo'lmasa men ko'rmagan bo'lsangiz. Agar buzuq bo'lsa gap yo'q deyman mana shu holatiga. Akalar oldilar, ko'rib ko'rasizlar bir qator. Molxona sal quyoshga teskariroq ekan. O'shaning uchun endi chaqirroq chiqishi mumkin. Tak jonivor. Qani. Endi chiqaryapti mana. Ha, bo'ldi. Hali yetmabdi. Bo'ldi. Boshlabdi-da. Endi chiqaryapti ekan. Unisini ham ko'rsatib qo'yamizmi? Unisini ko'rsatib qo'yamiz. Juda beg'am mollar ekan lekin. Ham Buni endi chiqaryapti mana qara, bro. Bo'ldi. To'liq chiqarib bo'lmagan mollar. Hali to'liq chiqargani yo'q ekan. Hali u ashincha. Chiqargan mol bilan bu endi chiqaryapti. O'smay qolmaydi deb o'ylaman, hali u kit nima deydi? Dev qomatib ketadi bular. Bro, 25 bro. Kichkina pakana mol emas-da. Mononi pulini ayting endi. Pulimi? Ha. Ketaveradi, bro. 16 million 200 mi? 5 oylik u. Qayda 16 million 200 qo'yasiz endi? Sifatda farqi bor-da, sifatida. Tek molni oching videoga. Siz ham molni ham olyapman-da. Mol yaxshi. 200 mingdan hadi. Ha. Olishsin, uylarga yetib boradi. Nuqta orqalari ham bonus, yo'l kirasi ham bonus, molni o'zi ham bonus bo'ladi hali. Xudo xolasa tug'ib beradi mollar. Bittadan novas tug'ib bersa, mollar bekorga qolaveradi bu mollar. Mana shu molni 16 dan o'tib berasizmi? Jup olishsa o'tib beraman. O'zini oladiganlar chiqib qoladi. Ikkalasiga mayli sotdim 16 million so'mdan, bir joyga bo'lsa 32 millionga. 32 millionga sotdim men. Mana o'zini olsa ham 16 ga o'tdingizmi? 16 million 200 mingga ketdi. Bechkanachilik qilmang. To'ppa-to'g'ri 16 o'tmayman ham, qo'shmaysan ham. 16 million xudo barakasini bersin. Ammo o'ting ozgina sunnatini, u bo'lmay qoladi-yu unaqa. Bu o'sha o'tib bersangiz, odamlar ham obunachilar ham mazza qilib tortishadi-da siz bilan. Chiroyli qilib o'tib so'rasa ham haqqi bor. 5 million so'rasa ham haqqi bor. O'sha-da, cho'ntakda oladigan odam so'raveradi. Bo'ldi, tamom. Real oladigan odam telefon qilib so'raveradi. Bunisi 16 million 200, bunisi 16 million. Jup olsangiz 32 millionga ketdi ekan, sizlarga akalar. Bitta nima deydi? Qayda bor? Normalniy bo'g'oz puliga ikkita bo'g'oz. Sizlarga. Ozgina boqadi. Mol semirib yaltirab qolsa 20 milliondan yo'q bunaqa 125 li bo'g'ozlar. 20 milliondan yo'q. Bu sotyapmiz, olyapmiz, chiqaryapmiz, bozorlarda ko'ryapmiz. Xudo xolasa baraka topishadi faqat. Qo'ygan odam baraka topadi, ziyon qilmaydi mollardan. Oladi, foydaga kiradi. Iloji boricha optim olsangiz, siz aniq yutasiz akalar. Chunki narx arzon qo'yib berdi. Nima deydi? Aksiya narxda qo'yib berdi akalar. Sizlar uchun hammasi, xudo xolasa like-ni bosib qo'yasizlar. Hozir shirin shakarda ham. Buni bizga foydasi, barakasi, shirinligi, azligida yetadi bizga. Gap yo'q. Ko'p kerak emas. Oz-ozdan bossangiz, mendan kanalda odam baraka topsin. Birinchi o'rinda foyda qilsin, baraka topsin. Kanalimiz ham hurmatingiz baland bo'ladi. Mana shu arzon qo'yaveraman. 16 milliondan olsin mana. Bo'g'oz mollar. Xonajini ham 16 million bo'lyapti. 6 oylik, 5 oylikdan bo'g'ozlarimiz akalar 16 milliondan mana ketdi sizlarga. Telefonda qilaverasizlar. Shu yerda endi videoga bor mol emas bular. Aybonstoni yo'q, hamma yo'q yaxshi, sinab olaveradi bemalol. Jullar yaltirab turibdi-yu. Yuvoshligi. Bo'ldi. Shunchalik bo'ladi-da, bo'lsa xunojinda. Telefonda qilaverasizlar akalar, xudo xolasa narxlari o'ta ham yengil qo'yildi. Shu yerda endi videolarga ko'nsaymiz. Hammani chorvasiga umr qilgan Alloh baraka bersin. Kelaverasizlar akalar.